Assalomu alaykum hammaga. Videoni ko'rishdan oldin birinchi bo'lib tez saqlangiz, qilinglar, yaqinlaringizga repost qiling va birinchi bo'lib albatta like bosing. Chunki bugun hamma kutgan va so'ragan o'sha Matilda tortini tayyorlashni o'rganamiz. Qani ketdik. Bu tortni tayyorlab ko'rardim, lekin pishirish uchun mikserim yo'q degan bahonalaringiz o'tmaydi. Chunki bu tort tayyorlanishida umuman mikser bizga kerak emas. Hatto biskvit ham, kremi ham hammasi vinchikda osongina, oddiygina va tezgina tayyor bo'ladi. Mazasiga keladigan bo'lsak, mazasi prosta super. Buni ta'riflab berganim bilan sizlar yeb ko'rmasanglar his qila olmaysizlar. Kinodagi 100 ta ahvolini men endi to'g'richunim, sababi bu tortni bir marta yeb ko'rgan odam o'zini umuman to'xtata olmas ekan. Hech kimga bermasdan tezroq hammasini o'zingiz yeb qo'ygingiz keladi. Sizlar ham albatta tayyorlab mazasini yeb ko'ringlar. Haytgancha ehtiyot bo'lib me'yor deylar. Yana sizlar ham kinodagi 100 ga o'xshab qolmanglar.